Raspakovka qilamiz. Zakazlarimni oldim. Mana bu nimalar? Shampun va mana chornitmin shampun. Mana shu shampun haqida sizlarga ma'lumot bersam, вообще zo'r qizlar. Yog'li sochlovchi mo'ljallangan, soch ildizi bilan baquvvat qilib beradi. Tmin shampun bu ham ildizini baquvvat qilib beradi, ham perxit bo'lsa, yog'li sochda ham perxit bo'ladi, quruq sochda ham perxit bo'ladi. Ahmiyat bergan bo'lsanglar, imенно yog'li sochlar uchun perxitlar juda ham zo'r ketkizib beradi, yog'lanishini полный to'xtatib beradi. И plus soch ildizini juda ham zo'r oziqlantirib beradigan shampunlarimizdan bittasi. Вообще zo'r. Полный skladda ham bor, imanda ham bor. Kimga kerak bo'lsa bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Xo'p, keyingi tovarlarimiz ekspert mana. Glittery Balm shampunlarimiz, вообще hidiga ham gap yo'q, undan keyin ukladkaga вообще gap yo'q.